Hurmatli kuzatuvchilar, hozir beradigan savolim kimyo fanidan bo'ladi. Organik kimyo bo'limidan. Demak, savol: organik karbon kislotalar ichidan nima uchun aynan chumoliy kislota kumush ko'zgu reaksiyasini beradi, boshqa karbon kislotalar bu reaksiyani bermaydi va chumoliy kislotasining kumush ko'zgu reaksiyasidan qanday mahsulot hosil bo'ladi? O'zini sinab ko'rmoqchi bo'lganlar videoni to'xtatib turishlari mumkin. Demak, savolning javobi: karbon kislotalar ichidan faqatgina chumoliy kislotaning kumush ko'zgu reaksiyasini berishi bu chumoliy kislotani boshqa gamma-aloglaridan farqlanishini ifodalaydi. Aynan nima uchun chumoliy kislota bu reaksiyani beradi-yu, boshqalari bermaydi degan savol berilsa, buning javobi chumoliy kislotasini grafik formulasini yoyib yozganda unda ham aldegid guruh, ham karboksil guruh borligini ko'rish mumkin. Aynan shu sababli chumoliy kislotasida aldegid gruppaning borligi uchun u aldegidlarga xos bo'lgan sifat reaksiya kumush ko'zgu reaksiyasini beradi. Kumush ko'zgu reaksiyasini amalga oshirish uchun kumush 1 oksidini ammiakda eritib, demak, eritma holiga o'tkazib, keyin aldegidga ta'sir ettirish kerak. Chunki kumush 1 oksidi suvda erimaydi. Suvda erimagani uchun uni suvda eritib bu reaksiya amalga oshirilmaydi. Ammoniy gidroksid eritmasida kumush 2 oni eritib, kompleks birikmaga aylantirib, keyinchalik yangi tayyorlangan aldegidga masalan solinganda kumush ko'zgu reaksiyasi hosil bo'ladi. Probirka devorlarida kumush metali hosil bo'ladi va ana shu kumush metaliga odam o'z aksini qaraganda ko'rgani uchun bu reaksiya kumush ko'zgun reaksiyasi nomi bilan mashhur. Va savolning ikkinchi qismi: nimaga va aynan kumush ko'zgu reaksiyasidan nima mahsulot chiqadi chumoliy kislota reaksiya bergandan keyin deyilsa, chumoliy kislotasi, bilasiz, kumush ko'zgu reaksiyasi amalga oshirilganda organik birikmalarga organik modda tarkibida bir atom kislorod ortadi va chumoliy kislotasi H2SO2 yig'iq formulaga javob beradi va u bitta kislorodni orttirib anorganik kislota bo'lgan H2SO3 karbonat kislotaga aylanadi. Anorganik kimyodan bilasizki, karbonat kislota beqaror va bu kislota karbonat angidrid bilan suvga parchalanadi. Demak, ikkinchi savolimizning ikkinchi qismining javobi: chumoliy kislotasining kumush oksidi bilan reaksiyasidan karbonat angidrid suv chiqadi va 2 mol kumush cho'kadi. Organik kimyoda qo'shimcha ma'lumot sifatida kumush ko'zgu reaksiyasini barcha aldegidlar, chumoliy kislotaning o'zi va chumoliy kislotaning murakkab efirlari